Assalomu alaykum ustozjonlar, sog' salomatmisiz? Xo'p, bugun siz bilan kvinta va kvarta doirasini o'rganamiz. Kvinta doirasini asosiy pog'onadan tuzib olamiz. Ya'ni asosiy pog'ona bu do major hisoblanadi. Do major katta harfda belgilanadi. Ya'ni major tonarligi katta. Major dur so'zi bilan yoziladi. Xo'p, birdaniga major, do majorni, parallel minorini ham yozib ketamiz. Parallel minorini topish uchun 3 ta arqaga sanaymiz. Do, si, la. La minor hisoblanadi. 3 ta arqaga sanaymiz. La minorda kichik harf bilan yoziladi. Majorda katta harf bilan. Endi bu do majorda birinchi boshlaymiz. Kvinta doirasini tuzib olamiz. Kvinta doirasini tuzishimiz uchun 5 ta yuqoriga sanab chiqaramiz har birini. 5 ta yuqoriga sanab chiqaramiz. Kvinta doirasini soat strelkasi bo'ylab tuzib olamiz. Demak, do majordan kvinta doirasi bo'ylab soat strelkasi bo'ylab ketdik, boshladik. Do majordan yuqoriga qarab 5 ta sanaymiz. Do, re, mi, fa, sol. Sol major bo'ladi. Sol majorni belgilaymiz. Soat strelkasini qo'yib olamiz. Sol major katta harf bilan G dur bo'ladi. Sol majorda bitta fa diez bor. Sol majorning parallel minorini ham topib ketamiz birdan. 3 ta arqaga sanaymiz. Sol, fa, mi. Demak, keyingisi sol majordan 5 ta yuqoriga chiqamiz. Sol, la, si, do, re. Re major bo'ladi. Re majorda 2 ta kalit oldi belgisi bor. Fa diez, do diez. Re major katta harf bilan di dur bo'ladi. Re majorda 2 ta kalit oldi belgi bor. 2 ta diez, ya'ni fa diez, do diez. Parallel minoni topish uchun re majordan pastga 3 ta pastga tushamiz. Re, do, si. Ya'ni kichik harfda h belgisini qo'yamiz. Kvinta doirasi bo'ylab, soat strelkasi bo'ylab davom etamiz. Re majordan 5 ta yuqoriga chiqamiz. Re, mi, fa, sol, la. La major bo'ldi, yozamiz. La major katta a harfi bilan belgilanadi. La majorda 3 ta diez bor. Fa diez, do diez, sol diez. Xo'p, parallel minoni topish uchun 3 ta arqaga sanaymiz. La, sol, fa. Kichik fa, f harfi bilan. Bu yerda tepada fa diez borligi uchun fes deb yozamiz. Fa diez major bo'ldi. Fa diez minor deganim. Fa diez minor bo'ldi. Xo'p, bularni diezini chiqarishimiz uchun ham 5 ta yuqoriga sanaymiz. Ya'ni la majorda 3 ta bo'ldi. Fa diez, do diez, sol diez. Sol diezdan yuqoriga chiqsak 4 ta chiqadi diezimiz. Sol, la, si, do. Demak, keyingi diezimiz doga to'g'ri keladi. Ya'ni endi ladan soat strelkasi bo'ylab kvinta doirasini tuzamiz. La, si, do, re, mi. Mi major bo'ldi. Mi majorni katta i harfi bilan belgilaymiz. Mi majorda yuqorida aytganimdek 4 ta belgi bor, diez bor. Xo'p, fa diez, do diez, fa diez, do diez, sol diez, re diez. Parallel minorini topamiz. Midan pastga qarab 3 ta sanaymiz. Mi, re, do. Kichik harf bilan yozamiz. Do diez borligi uchun yuqorida buni do diez minor deb yozamiz. Ya'ni kes. Parallel minori. Kvinta doirasi bo'ylab davom etamiz. Keyingisi. Midan yuqoriga 5 ta yuqori chiqamiz. Mi, fa, sol, la, si. Si major bo'ldi. Si major katta h belgisi bilan yoziladi. Si majorda endi 4 ta emas, 5 ta belgi bor. Si majorda 5 ta kalit oldi belgi bor, ya'ni 5 ta diez bor. Si majordan pastga qarab 3 ta sanaymiz minorini topish uchun. Si, la, sol. Ya'ni kichik g harfi bilan belgilanadi, lekin sol major borligi uchun tepada ges, ya'ni sol diez minor bo'ladi. Sol diez minor. Keyingisini topishimiz uchun si majordan 5 ta yuqoriga chiqamiz.
si, do, re, mi, fa. Fa major bo'lishi kerak, lekin yuqorida fa diez borligi uchun fa diez major bo'ladi. Ya'ni fes major, fes to'g'ri bo'ladi. Fa majorda 6 ta diez bor. Fa majorni parallel minorini topish uchun 3 ta orqaga sanaymiz. Fa, mi, re. Re'ni kichkina d bilan yozamiz, lekin re major borligi, re diez borligi uchun diez, re diez minor bo'ladi. Keyingi parallel minorni topish uchun soat strelkasi bo'ylab yuramiz. Xo'p, soat strelkasi bo'ylab fa diezdan tuzamiz. Fa, sol, la, si, do. Do diez major bo'ldi. Katta do bilan yozamiz. Bu yoqda bitta do borligi uchun do diez borligi uchun buni do diez major deymiz. Ya'ni do diez major kes so'zi bilan yoziladi. Ses, mana. Major, diez, diezli major. Xo'p, bunda 7 ta kalit oldi belgisi bor. Ya'ni 7 ta diez. Parallel minorini topamiz. 3 ta orqaga yuramiz. La minor bo'ladi. La minor borligi uchun xo'p, bu yerda biz xo'p ais yozamiz. Ais. Mana parallel minorini topib oldik. Endi kvinta doirasi bo'ylab nota yo'liga diezlarini bitta-bittadan joylashtiramiz. Ketdik. Xo'p, nota yo'lini chizib oldik. Ana endi nota yo'liga diezlarini joylashtiramiz. Do majorda va parallel minori la minorda diez belgisi yo'q. Kalit oldi belgi yo'q. Sof o'zi yoziladi. Demak, bu yerga qo'ymaymiz. Diezlarimiz, ya'ni alteratsiya belgilari har doim kalitdan so'ng yoziladi. Bu kalit oldi alteratsiya belgilari hisoblanadi. Xo'p, keyingisida sol major bor. Sol majorda bitta fa diez bor. Fa diezni joylashtiramiz. Ya'ni mana bu yerga. Demak, fa diezni joylashtirdik. Keyingisi re major. Re majorda 2 ta belgi bor dedik. Demak, 2 ta belgi diezni topish uchun bu yerda fa diezdan 5 ta yuqoriga chiqarib, keyingi ikkinchi diezni topib olamiz. Fa, sol, la, si, do. Demak, fa diez, do diez bo'lar ekan. Doni belgilaymiz. Do diez belgilandi. Keyingisi la major. La majorda 3 ta belgi bor. Dodan yuqoriga 5 ta sanaymiz. Do, re, mi, fa, sol. Demak, sol major bor ekan. Solni joylashtiramiz. Sol majorni mana bu yerdagi solga emas, keyingi oktavadagi solga joylashtiramiz. Keyingisi mi majorda 4 ta belgi bor. Ya'ni 4 ta diez bor. Soldan yuqoriga 5 ta chiqamiz. Sol, la, si, do, re. Demak, re major to'g'ri kelar ekan. Re majorni joylashtiramiz yuqoriga. Re majordan so'ng keyingi diezni topishimiz uchun bu yoqqa qaraymiz. Demak, si majorda 5 ta diezli bor, 5 ta diezi bor. Keyingi diezimiz 5-chi diezimizni topishimiz uchun redan tepaga 5 ta chiqamiz. Re, mi, fa, sol, la. Demak, la diez to'g'ri kelar ekan. La diez mana bu yerga joylashadi. Keyingisini topishimiz uchun bu yoqqa qaraymiz. Demak, fa diez majorda 6 ta kalit oldi belgi bor. Alteratsiya belgisi. Xo'p, keyingisini topishimiz uchun ladan 5 ta yuqoriga chiqamiz. La, si, do, re, mi. Demak, mi diezga to'g'ri keladi. Mi'ni tepadan mana bu yerdan yozamiz. Keyingisi esa do diez major. Do diez majorda 7 ta kalit oldi belgi bor. Ya'ni alteratsiya belgisi. Xo'p, buni keyingi 7-chisini topishimiz uchun mi'dan yuqoriga 5 ta chiqamiz. Mi, fa, sol, la, si. Demak, si'ni mana bu yerga joylashtiramiz. Xo'p, demak, 7 ta diezni topib oldik. Bu kvinta doirasidagi major va minor tonalliklari hisoblanadi. Soat strelkasi bo'ylab topib oldik. Keyingi bosqichimiz esa kvarta doirasi bo'ylab bemollilarni topib olishimiz kerak.